Assalomu alaykum, muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjonman. Bizda uy bor sotiladigan, ya'ni Surxondaryo viloyati Termiz shahrida sohil mahallasida, sohil to'yxona oldidan kirib kelganda plyaj bor, plyajning orqasida 4 ta ko'cha bor. Shuning ikkinchi ko'chasi asfalt ko'cha. Mana gaz kelgan, qo'shni ulagan gaz. Mana shu ikkita uyimiz bor sotiladigan. Obzor qilib beray uyda. Uyda o'zim qurganman noldan. Yerdan balandligi padush qo'yilgan 45 sm, keyin fundament qo'yilgan 80 sm. 360 ga 360 darvoza. Ko'chada ana sezibsizlar 3 ta mashina ketadi. Shunaqa sharoit qilingan. Men o'zim domda turaman. Mashina qo'yishga joy yo'q, bilasizlar. Mana qo'shni chegarasi 3 ta mashina ketadi. Ya'ni 2 ta mashina ketadi. Reja bilan qurilgan, tashqari fasad gipki kamin bo'lgan. Krisha ham boshqacha yopilgan. Mana aytib o'tibsizlar, quyoshda ko'rinsa kerak. Krisha ham boshqacha yopilgan. O'rtasi 5,5 metr krishaning balandligi. 360 ga 360 darvoza, 12,5 metrlik darvoza xona qilingan. 2,9 sotixlik hovli. Ya'ni qanday 2,9 dek 3 sotiqdan sal kichikroq hovli. Tashqari gipki kamin steshka qilingan, bemalol 3 ta mashina ketadi. Kengishlik yana 4,5 metrlik kengishda. Gipki kamin qilingan bu narsa akalar yuvib, karcher bilan yuviladigan narsa. Faqatgina tashqarida tushgan joylari bor, uni biz qilib beramiz. Bu birinchi yil men o'zim olib kelib qilganimda ustalarimiz bu narsani tushunmagan, qilishni bilmagan ustalarimiz xatolari bor. U narsalar biz uchun yangidan qilib beriladi. Tushganlari. Xo'p, bizda o'ng tarafda darvozadan kirganda o'ng tarafda kutib oladi. 2,70 ga 4,70 lik perxoshga kutib oladi. 4 ta lesinsadan iborat. Lesinsada mana kafilni Toshkentdan olib kelganman. Mana lesinsa. Kafil Toshkentdan olib kelingan sopol. Undan keyin parket to'shalgan. Chap tarafimizda 3,70 ga 4,70 o'sha spalni bitgan, mana patologlar bo'lgan 100%, ikkislo shpaklavka bo'lgan. Undan keyin fasad bo'lgan, pol bo'lgan, pol patolog bo'lgan. Xo'p, mana bunday qilsa yaxshiroq ko'rinadi. Chota neto bo'lyapti-da. Xo'p, rozetkalar e'tibor beramiz. 1 2 3 4 5 ta rozetka bitta xona. Wi-Fi sim, undan tashqari o'sha televizor ko'rishga kabel kirib kelgan, hech qayerdan sim tortib yurmaysiz. Xo'p, xonadan chiqqandan keyin xonaning ariq eshigining orqasida 60 sm joy qo'yilgan. Men bu yoqda ham inov qo'yilgan. Turetskiy komod qo'ysangiz bo'ladi. Juda chiroyli tushadi, o'zi shunga rejalashtirilgan. Bu yoqda ham rozetka, o'sha kulchatel. Bu xonamiz ham bitgan, xudo xolasa. Xo'p, o'ng tarafda ham xuddi shunday 3,70 ga 4,70 xona. Bu yerda ham rozetkalar serob, o'sha televizor uchun Wi-Fi, bittasini detskiy, bittasini взрослый spalni qilsalaring bo'ladi, yotoqxona. Bemalol. Buni ham fasadi bitgan, patologlar bitgan. Daji sigaretalar ham qo'yilgan. Shu darajada mehr bilan qurilgan, chunki uyda o'zim qurganman, o'zim e'tibor berib, xo'p, nima uchun sotyapsan desalar, akalar $180,000 ga uy ko'rganman, yoqyapti shu. Shuni olmoqchiman. Ishlarimiz xudo xolasa o'xshab turibdi. Orada rosa sotamiz deb buni reklama qilganmiz. Keyin xaridor kelgan paytda rosa o'yin qilganmiz narxini. Sotmaymiz deb reja bo'lgan. Xullas, yana sotadigan bo'ldik. $180,000 ga uy ko'rganman, shuning uchun sotmoqchiman. Uyda xudo xolasa uni ham videosini qo'yaman. Bizda podpischilar videoni ko'radiganlar biladi. Xo'p, mana mehmonxona, akalar. Mana patologda o'zi 17 millionga qilingan. Men 17 million ketgan mana shu patologga. Hali patolog bitmagan. Patolog bitishi uchun mana qaranglar, mana sherda bittasi qilingan. Ko'ryapsizlar mana. Shu dumaloq har bittasi tilla rang bo'lib, mana bular ichi ham tilla rang bo'lgan. Mana buni ichi yonadi boshqa rangda, mana buni ichi boshqa rangda yonadi. Boshqacha, bu вообще boshqacha stil qilingan. 11 metrga 4 metrlik mehmonxona. 420, 11 metrga 420, 24 talik stol sig'adi. Polda parketi bor, olib kelganman, o'sha yerda turibdi.
uyda oladigan odam keladi, aboyni tanlaydi. Biz kurchatilari ham bor, kurchatilari ham turaytizki. Aboyni tanlaydi, parketini, aboyini urib beramiz, tayyor qilib beramiz. Bu tayyor qilib beriladigan hovli. Xo'p, uyda narxi nechi pul desalaring, uyda narxi 650 million so'm. Ikkita spalni ko'rdilarga, perxoshkadan tashqari, ikkita spalni, ikkita xona. Bu 3-xona. Mana bu yerda bizni 4-xona kutib oladi. Akalar, luppoy stolan olib kelib, akvani tekshirtiringlar, darvozani tekshirtiringlar, bemalol normalniy darvoza, normalniy akva qo'yilgan. Mana bular bitta karchera urilsa oppoq bo'ladi. Xo'p, 4-xona, buni ham kamchiligi bor, buni ham qilib beriladi. Mana bu bilasizlarmi, mana unda hovlilarda bo'ladi-ku. Bizning uyda ham bor, tapchalik, ana yosh kattalar oyog'ini uzatib o'tiradigan xona. Plus 4-xona choy ichadigan xona, o'tirib choy ichadigan xona. Bu ham parket, pol, patolog. Mana bu yerda bitta eshikda kirasiz, oshxona. Oshxonani uyni proyektini o'zim qilganman-da, birovga qildirmaganman. Rejetkani e'tibor beryapsizlar, ha? Har bir narsa uchun, odil pechka uchun, misol ovqat qizdirish uchun отдельно, non pech uchun отдельно, xolodilnik uchun отдельно, hamma narsa uchun отдельно rezetka qo'yilgan bu yerda. Mana bu yerda xolodilnik turishi kerak reja bo'yicha. Misol uchun siz o'rtoqlaringiz bilan kelib o'tiribsiz, xonada, naryoqda, временно obedda keldingiz, o'tiribsiz. Ayolingiz mana yopib qo'yib ish qiladi kuxnyada. Ana undan keyin chiqish kerak hovliga. Erkaklarning oldidan o'tmasdan shuna oshxonaning o'zidan chiqadi. Shunaqa reja bo'lgan. Отдельно. Xo'p, bizda qilib beradigan narsamiz mana bu polni ko'chirilib, yangidan qilib beriladi. Chunki bizda ustalarimiz aytibman-ku, birinchi yil bo'lgan Surxondaryo ustasi hamma endi xapasi ko'p. O'sha xapalari tushib qoldi, bizga xatolari bor, o'sha xatolarni to'g'rilayapmiz. Bu bayna 2 xona, bayna perxoshka, undan keyin o'sha cho'miladigan xonamiz. O'sha cho'miladigan xonada vannasini tanlaydi, uyda oladigan odam vannasi qo'yib beriladi, kafillarni tanlaydi, kafillarni urib beramiz. Xonaning ichiga suv kirgan, inoyim kanalizatsiya ham kirgan turibdi, xotirjamlik. Bemalol. Bu bizning hisobimizdan qilib beriladi, 650 million so'mga shu ishlar qilib beriladi. Plastik ham Toshkentdan kelgan, mana bu arasida bitta ismni topa olmay shunaqa bo'ldi, shuni ochilgan, buni ham yopib beradi ustamiz. Yopib to'g'rilab beriladi. Xo'p, mana bu hojatxona. Hojatxona o'tiradigan hojatxona qo'yilgan, o'tiradigan hojatxona kichikroq, lekin domnikidan katta, kengish domnikiga nisbatan. Mana bu esa xohlasangiz ombor qilasiz, xohlasangiz unitaz qo'yasiz, xohlasangiz tahoratxona qilasiz, xohlasangiz unitaz qo'yib tahoratxona qilsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz ombor qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas nimaga kelsangiz shuni qilsangiz bo'ladigan xona. Mana bu yoqda devorga e'tibor bermaymiz, devorni qilib beramiz dedik-ku, bizning bo'ynimizda devor qilib berib, buni laki ham urilmagan o'zimizniki bo'lgani uchun devorni qilib berib laklar uriladi. Mana bu yoqda 6 metrlik xon taxta nima tushadi. So'ri tushadi, karavat tushadi, xohlasalaring 6 metrlik. Xo'p, kanalizatsiya sistema qanday desak, kanalizatsiya sistema hojatxonaning o'zining tagida katta turibdi, 3 metrlik. Mana shu joyda, mana banya bilan oshxonaniki отдельно turibdi, 3,5 metr, 340 santimetrlik turibdi. Xudo xolisa tuvilmaydi, bezovta qilmaydi. 2 metrga 2 metr lanshart, hozir kartoshka, piyoz ekadiganlar ham yangilarimiz o'sma eksa bo'ladi, o'shaning uchun joy qoldirganmiz. Mana kirisha. Ko'ryapsizlarmi qanday baland yopilgan? Uy komfort 650 million so'm, ikkilamchiga ham beriladi. Xohlasangiz 500 million pulingiz bo'lsa, 100 million, 150 millionni qarab ham turamiz 1-2-3 oy. Mayli. Mashina bo'lsa, mashina perklik qilamiz. Bemalol xotirjam. Har bitta uyga отдельно yevro montaj qilingan. Aloqaga chiqaverasizlar 93 639 88 nomeriga. Shunaqa, tashqarida joy, mana lanshart uchun joy. Hovlini bo'lingani, mana bu hovli отдельно narigisi отдельно, mana o'rtadan mana shundan nariga qo'shniniki, bu yog'i bizniki. Sizniki bo'ladi. Bemalol mana fasadni qaranglar. Alikafonlar qilib beradi. Alikafonlar olib kelganmiz, ustalar qila olmadi, men aytgan fasodni chiqarib beraman. Mana qaranglar, yarmini urgan. Buni ham qilib beraman, xudo xolasa. Chotki. Aloqaga chiqaverasizlar.